biror bir joyda o'tirib Alloh taoloni zikr qilishadigan bo'lsa, ularni maloikalar o'rab oladi. Va g'oshiyatuhumur rahma, ularni rahmat qoplaydi. Va nazalat alayhimus sakina, ularning ustiga osoyishtalik, sakina tushadi. Va zakarahumullohu fi man indahu, va mana shu bandalarni Alloh o'zini huzurida zikr qiladi. Ya'ni farishtalarga maqtaydi. Nima qilsa somorda o'tirib osh yesammi? Yo o'tirib telefon ko'rsammi? Nima qilsa? Odamlar to'planadi, birodarlar. Inson ijtimoiy maxluq. To'planadi, o'tiradi. Albatta bu o'tirishlarda har xil gap so'zlar bo'ladi. Foydasi bormi, yo'qmi, xullas gapirishadi. Endi mana shuni o'rniga Allohni zikr qilsa-chi? Halol haromni gapirsa, buyruq qaytarilni gapirsa, Rasulullohning hadislarini aytsa, oxiratni eslashsa, Rasulullohning sifatlarini gapirsa, jannat, do'zaxni eslashsa. Birodarlar, qalblarimiz mana shunga o'xshagan majlislarga intilib turishligi kerak. Chiqib ketishlikka shoshilmaslik kerak. Rahmat qoplaydi, qalblariga sakinat, osoyishtalik tushadi va Alloh shu bandani maloikalarga maqtaydi. Alloh sizni eslashidan ko'ra kattaroq narsa bormi siz uchun? Va zakarahumullohu fi man inda. Ana shu majlisda o'tirganlarni Alloh o'zini huzurida maqtaydi. Kunlarda birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib kelsalar masjidga, bir to'p sahobalar bir halqa bo'lib o'tirishibdi. Aytdilarki, "Ma ajlasakum?" Nimaga o'tiribsizlar? Nima sizlarni bu yerda jamladi, o'tkizdi? Sahobalar, "Jalasna nazkurulloh." O'tirib Allohni zikr qilyapmiz. Unga hamd aytyapmiz, islomga hidoyat qilganligiga va bizga qilgan inomlariga. Rasululloh ularning so'zini eshitib turib, "Rostdan ham shundan boshqa narsa uchun o'tirmadinglarmi? Sizlarni faqat Allohning zikri jamladimi? Vallohi faqat shu narsa uchun o'tiribmiz" deydi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Faqat shu narsa uchun o'tiribsizlarmi?"